birinchisi-da endi debüt mayli. Bugun doktorlar doktor Valiyeva, stomatolog, kuxnyada oshpaz rolida bo'laman. Значит, menyuyimizda yojiki, pechёные bo'ladi, shokoladnisi и biskvitные varianты. Поехали. 6 ta tuxumni chaqib, mana hozir ko'pirtirib, ichiga 100 gram shakar solamiz и ko'pirib oq rangga kelguncha ko'pirtiramiz. Formalarimiz tayyor. Yo'q, bu пока что не нужно. Endi bu yerga 20 gram smetana, razrahlatga solib, smetanaga aralashtirib olamiz. Yaxshilab qorishtirib olib, mana razrahlatni smetanaga solib, qorishtirib olib, endi tayyor massamizni qo'shamiz. Obязательно biskvit aralashtirayotgan paytda unga imni tepadan pastga mana shunaqa движениялар bilan aylantirsa, biskvit o'tirib qolmaydi. Imni воздушно chiqadi. Так, bittasini qoldiramiz. Hop. Endi bittasiga 3 qoshiq kakao qo'shamiz. Ha? Yaxshi bo'ldi endi. Tak. Voy, xudo xolasa yaxshi turibdi. Tak, endi tayyor xamirimizni bu yoq tarafiga qorasini solib olamiz. Endi mana ikkinchi listimizga oqini solib olamiz. Qizlik paytimda birinchi Safiyani filiali emas, birinchi главный ofisi Medgaradokda bo'lgan. Kanikulda shunaqa zerikib ketganman. Mana ham ishlagim kelyapti ham. Opamga aytsam, o'shanda opamning yaqin o'rtoqlari o'sha Safiyani ochgan ayol Madina opam bilan qo'shnimiz bo'lganlar. Ular birinchi etajda yashardi, biz uchinchi etajda yashardik. O'shanda Madina opam aytganlar, "Chiq sexga ishlaganda". O'shanda Madina opam sexlarida faqatgina lochira, deninoch pechenye, shaxmat, rogali qilardik. Bitta listga 500 so'mdan olardik. В основном kechki payt, yozda boshlaganman kanikulda ishlashni. Suv bo'lardi. O'shaning uchun kechki payt 6 dan keyin chiqib ishlardim. Haligi sexda ishlagan paytimda kuniga bordi-yu o'sha 4 ming, 5 ming pul chiqardi. Endi u men uchun shunaqa qadrli bo'lardi. Haligi pul endi вообще как будто million topgandek xursand bo'lardim. Ishonasizmi, hali shu retseptlar bilan uyda pechonlar qilaman. Hali o'sha ragalik oddiy shunaqa shirin retseptlar bor-da, u yerda. Yozib olganman, o'sha kitobcham hali ham bor, keyin ko'rsataman. Oshpazligimni birinchisini o'sha Safiyada boshlaganman. Ovqatlarni ko'pini pishirardim uyda. Dadamlar juda ham shirin ovqat pishirganlar, rahmatli dadamlar qo'llari juda ham shirin bo'lardi. Go'shtlarni, oshlarni вообще poplab pishirardilar. Вообще onam tarafdan emas, dadam tarafdan ko'proq avlodim ovqatga nima qilishadi. Mastava. Onamlar uchib ketganlar, Jenevaga uchib ketganlar. Fayoza sinam bilan birga qolganmiz. Nyanya bilan o'shanda birinchi marta mastava qilganman. Uydagilar yo'q, infeksionda hech kim yotmagan, lekin yaxshi chiqqan, zo'r. Ichidagi nimasi kam bo'lib qolgan, masallig'i kam bo'lgan. Yaxshi, o'shanda uydagilar bu faqat Fayoza bilan nyanya bo'lishgan, maza qilib yeb olishgan, zo'r bo'lgan. Hozir endi mana kremini tayyorlaymiz. 200 gram sariyog'ni yarim kilo sgushonkaga aralashtirib krem tayyorlaymiz. Нет, это уже классно. Ты сможешь так? Да, могу. Попробуйте? Ну-ка, давай попробуй. Я боюсь. Ну давай попробуй. Давайте вместе. Ну давай вместе. Давай. Получается? Ну-ка, посмотри вовнутрь. Bo'lyaptimi? Ichiga qarang. Да. Bormi? Да. Chiqyaptimi? Да. Qattiq botirib. Вот, молодец. Kuching bormi? Shu yel. Ay, qo'lim og'ritma. Все, ber endi og'ritma. Qo'lim og'ritib tashlab.
To'labotdi. Saryog'imizni cho'rkadan o'tkazib olib, endi mana ichiga dushonni moloko qo'shamiz. Вот это как почистить? Uvolish to'p не было, да? Oyim o'rgatganlari deb o'tadi. Oyim degani onam emas, babushka. Ayam. Biz ko'proq ayam shkolalaridan chiqqanmiz. Asosan oyim maktablarida o'qiganmiz. Tak, kremini ikkita idishga bo'lib olamiz. Mana endi bitta kremimizga kakaoni aralashtirib, shokoladli krem tayyorlaymiz. Shokoladli biskvitimiz uchun shokoladli krem, oq kremimiz oq biskvitimiz uchun. Qolgan maydalarini cho'pir ichiga sovurib, urvot tayyorlab olamiz. Bo'ladi. Kroshkani tayyorlaguncha men biskvitlarimizni o'rtasidan bo'lib chiqaman. Biskvitlarimizni o'rtasidan bo'lganimizni orasiga krem suramiz, atroflariga ham krem surib chiqamiz. Bu retseptmi? Bu o'zi tegdi. Aslida bu retseptni meni oyim yoshligimda rosa ko'p qilardilar. Oyimlarga Elmira degan tanishlari o'rgatgan, shu retseptni bergan. Shun bilan oilamizda o'zi buni yo'jik emas, tegida Elmira deb nom berganmiz. Uydagi akamlar mana hozir bugun mehmonga chaqirdik, Elmira qilyapmiz desa, "O" deb srazu kelaman deb. Tega qilmay-a? Bo'ladimi ustiga? Mana yo'jiklarimiz tayyor bo'ldi. Shunaqa chiroyli shokoladniy и молочный yo'jiklar tayyor bo'ladi. Hozir endi ozgina vaqt beramiz. Propitka bo'ladi. Propitka bo'lgandan keyin stolga tortsak bo'ladi.